sizlardan Minecraft o'ynamoqchi uchun qishloqda va qishloqdan qishloqqa yashash o'yinlarini topib kelmoqdaman do'stlar. Sizlar bilan men har doimdek Karman. Bugungi videomizda sizlar bilan ozgina bo'lsa ham qishloqni topishni o'rganamiz. Va biza qanaqa qilib qishloq topasizlar desalar, bizga sizlarga oddiy skriptga kodlar aytmaymiz va oddiy ozgina tushuntirib o'taman. Sizlar birinchi o'rinda bo'ladigan joylar bu hozir ko'rsatib qo'yaman. Men o'z aslida qishloqman. Qanaqa qilib keyingi mavzularda 50 talak yozib bersanglar, biza keyingi mavzularda qanaqa qilib nima qilishni o'rganamiz. Nima qilishni desalar, qanaqa qilib bir-biriga ulanishni. Ba'zilar bilsa, ularni bilmasalaring men sizlarga o'rgataman. Va bu videolarimga do'stlar yo 50 talak, ya'ni 50 ta obunachi bersanglar do'stlar, sizlarga kattakon bu orzuyim 50 like qilish, lekin 1,5 million odam qilib kerak. Men sizlarga video olib beraman, nima bo'lsa men sizlarga olaman do'stlar. Men sizlar bilan hamma sog'man va qisqacha mavzuda gapirmayman va sizlarga qanaqa qilib hozir qishloq topishni o'rgataman. Men hozir chala joyda turibman. Sizlar masalan jonli o'ynasizlarmi, jonsiz o'ynasizlarmi? Jonlini ham jonsizni ham boshqa qilib topshiraveraman tashqariga. Jonlilar yo'q bo'lsa chiqishim mumkin. Hozir nasib bo'lsa oldin boshlayman. Kechada chiqaman, sizlar bilan gaplashaveraman. Keyingi mavzularda sizlar bilan qanaqa qilib skriptga olish mumkin. Hozir men tashqariga chiqsam, zombilar meni ketishi mumkin deb o'ylayman. Va sizlarga qisqa qilib aytsam, nima qilishim mumkin. Men haliginaqa sizlar bilan quyoshni qaydan qayerga borishni bilishimiz mumkin. Mana qishlarim borishim bo'lgan. Mana shuni qishlarim bo'lgan. Men davomida sizlar bilan bu yangi versiyani hamma bo'lishlik. Hammaga qilish kelgan do'stlar, sizlar qilishni o'rganishingiz mumkin. Men qilishni mana qilishga qaror mana qopchalar, mishokchalar. Mana olishni